Sunshine Resort in Time shu otelga joylashdik. Mana bu yonib turgan joyni oldik. Bu yoqdan mana shu otelda joylashdik. Nomerda. Lokatsiyasi yaxshi ekan. Dudinhayda bu yoqda plyaj, bu yoq taraf plyaj. Частичный вид на море. Otel ko'rinishi bu yoqdagisi. Bu yoq tarafi shahar. Yonida bunaqa do'konlar, kafe, Xitoy kafesi bor. Mayda-chuyda sotadigan, meli sotadigan do'konlari bor. Mana bu yoqda uyg'urskiy nonli naqala sotadigan joyi bor ekan, yaxshi ekan. Bu yoqlari kafeshkalar, mayda-chuyda kafeshkalar. Masjiddan yurganda hop, chapga qarab yurganda, ozgina yurgandan keyin Aziya, Evraziyami degan o'zbeklarning kafesi bor ekan. Ovqatlari yaxshi, biz ovqatlandik. Chiroyli, uyatli narsa qilib qo'yilgan. Ovqatlari yaxshi. Bu yerga kelib ovqatdan qiynalgan odamlar shu yerga kelib ovqatlansa bo'ladigan joy ekan. Bu tarafda ham ozgina yurgandan keyin o'zbekcha bor ekan. Bu ham bitta narsa, pashta orasida 500 metr farq bilan. Ikkalovi bitta odamniki ekan. Bu yoqlari aylanish uchun do'konlar har xil. Nasilonli joy ekan, yaxshi ekan. Otelga o'ziga keladigan bo'lsak, xonalari tabiiy tegi eski, no yangi kraska qilib qo'yilgan. Eski mebellarning ustida yangi kraska qilib qo'yilgan. Shuni hisobiga yangidek ko'rinadi-ku rasmlarda. No o'zi eski. Nima deydi? Juda luxury segment xohlamaydigan odamlar uchun yashasa, tursa bo'ladigan otel. Joylashuvi yaxshi. Shu, mana shu otelning o'sha ko'rinishi. Mana shu